Xuddi shunaqa mazali xo'roz qandlar qanday tayyorlanadi? Bu jonim retseptlari bo'yicha tayyorlab ko'ramiz. Eng birinchi o'rinda bizga shunaqa xo'roz qand qoliplari kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa shunaqa cho'plar. Buni bozordan har xilini topsangiz bo'ladi. Bir piyola suvni qaynatib olib, naqd bir piyola shakar qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, qaynashini kutamiz. Bu vaqt oralig'ida bo'lsa, qoliplarimizni yaxshilab oddiygina semechka yog'ida yog'lab olamiz. Esingizda tursin, yog'lanmagan hattoki ignaday joy qolmasligi kerak. Sababi bu xo'roz qandlarimiz butun chiqishini ta'minlab beradi. Yana bir eng muhim joyi, qaynab chiqqan sirupimizga 3-4 tomchi уксус solamiz. Уксус qandlarimiz bir zumda qochishiga yordam beradi. Sirup tayyor bo'lganda rangi qizarib, shunaqa uzilmasdan oqadigan darajada bo'ladi. Ko'piklari kamayguncha ozginagina kutib turamiz. Agar siz rangli xo'roz qand xohlasangiz, rang qo'shib yuborishingiz ham mumkin. Biz bo'lsa rangimizni topolmay qolganimiz uchun rangsiz qilib qo'ya qoldik. Va nihoyat qoliplarni tayyorlab, ehtiyotkorlik bilan sirupimizni quyib olamiz. Bu jonimi bilmagan retseptlarini o'zi yo'q. Sizni ham bilmaydigan retsepti yo'q, bu joningiz bormi? Albatta kommentariyada yozib keting. Aytishlaricha bu jonim yoshliklarida oilaviy bunaqa xo'roz qandlarni kattasini qilib sotishgan ekan. Quyilgan qandlarimizga yashin tezligida cho'plarni kirgizib chiqamiz. Esingizdan chiqmasin, qandlar bir deganda qotib qoladi. Va nihoyat eng oxirgi etapga yetib keldik. Qoliplarni ochib sekingina xo'roz qandlarimizni chiqarib olamiz. Endi siz bu retsept bilan xo'roz qandlarni hattoki o'zingiz tayyorlab ham sotishingiz mumkin. Chiroyliligini aytmaysizmi buni? Katta qolipimizdan kattaroq xo'roz qandlar, kichkina qolipimizdan kichkinaroqlari chiqdi. Ataka bir piyola shakar va bir piyola suvdan shuncha ko'p qandlar chiqdi. Farzandingizga shunaqasidan tayyorlab bersangiz, juda xursand bo'lishi aniq. Mendan uzoqlashmang, bundan qiziqlari hali oldinda. Aytgancha bu videoni sizga xo'roz qand tayyorlab beradigan yaqiningizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.